Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Atletico ning asosiy yulduzi jahon chempionatidan keyin Barselonaga o'tadi. Madridning Atletico hujumchisi Julian Alvarez 2026-yilgi jahon chempionatidan so'ng Barselonaga o'tishi mumkin. Argentina forvardining potensial transfer summasi taxminan 70 million evro bo'lishi mumkin. Bu haqda The Touchline Sports jurnalisti Hugo Balassonning ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga tayanib xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, 26 yoshli futbolchi sovrinlar yutadigan jamoaga o'tishni xohlaydi. Julian Alvarez Atletico'da 2024-yil yozidan beri o'ynamoqda. Joriy mavsumda argentinalik barcha turnirlarda 35 ta o'yinda maydonga tushib, 13 ta gol urgan va 6 golli uzatma bergan. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2030-yil yozigacha davom etadi. Transfermarkt portali o'yinchining bozor qiymatini 100 million evro deb baholamoqda. Fabrizio Romano klub hamda Real o'rtasidagi mishmishlarga nuqta qo'ydi. Taniqli insider Fabrizio Romano germaniyalik mutaxassis Jurgen Kloppning Madridning Real klubi bosh murabbiyga aylanishi borasidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Romanoning so'zlariga ko'ra, ayni damda Klopp bor e'tiborini Red Bull loyihasiga qaratgan. Germaniyalik mutaxassis ushbu kompaniyaning global futbol bo'limi rahbari sifatida ishlamoqda va o'z faoliyatini boshqa yo'nalishga o'zgartirishni rejalashtirmayapti. Real masalasiga kelsak, avval Arbeloning ishini kuzatishimiz kerak. U hozircha o'zini a'lo darajada ko'rsatmoqda. Dastlab La Ligada peshqadamlikni qo'lga kiritdi. Keyinchalik esa Chempionlar Ligasi play-off bosqichida Benfica ustidan g'alaba qozonildi, deya ta'kidladi insider. Shuningdek, Romanoning qayd etishicha, Real rahbariyatida Kloppni bosh murabbiy etib tayinlashni istayotgan shaxslar bor. Biroq bugungi kunga kelib tomonlar o'rtasida hech qanday to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar yoki rasmiy takliflar mavjud emas. Vaziyat ko'proq Arbeloning joriy mavsum yakunidagi natijalariga bog'liq bo'ladi. Agar klub qandaydir sovrin qo'lga kiritsa, mutaxassis klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashi mumkin. Ma'lumot uchun, Alvaro Arbelo qo'l ostidagi Real 17 fevral kuni Chempionlar Ligasining play-off bosqichi birinchi uchrashuvida safarda Benfica'ni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Shuningdek, klub Barselonani 2 ochkoga ortda qoldirib, La Ligada peshqadamlik qilmoqda. Kompani eng qiyin raqibi va kumirini aytdi. Bavariya bosh murabbiyi Vincent Kompani futbolchilik faoliyati davomidagi eng qiyin raqib sifatida na Lionel Messi, na Cristiano Ronaldoni aytdi. Messi va Ronaldo fenomenal, ammo o'yin jihatidan menda eng katta taassurot qoldirgan futbolchi Ronaldinho. Uni yaxshi bilasizlar-ku, dedi Manchester City klubi va Belgiya milliy jamoasining sobiq himoyachisi Bavariyaning yosh muxlislari bilan suhbatda. Shuningdek, Kompani o'z kumiri kim bo'lganini ham aytdi. Marcel Desayni bilasizlarmi? Uning FIFA o'yinida afsona kartochkasi bo'lsa kerak. U mening kumirim edi. Kuchli himoyachi Fransiya bilan jahon chempionligini qo'lga kiritgan va meni juda ilhomlantirgan, dedi belgiyalik mutaxassis. Zidan mundialdan so'ng Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyiga aylanadi. Romano Real sobiq bosh murabbiyi Zinedine Zidan jahon chempionatidan so'ng Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimiga tayinlanishi borasida og'zaki kelishuvga erishdi. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano xabar berdi. Zinedine Zidan atrofida har doim Real va boshqa klublar bilan bog'liq mishmishlar yuradi. Zidan bo'yicha vaziyatga kelsak, barcha gap-so'zlarga qaramay holat ancha tushunarli bo'lib qolmoqda. Dekabr oyida uni Realga o'tishi mumkinligi haqida aytilgandi. Men esa agar Xabi Alonso ketsa, nomzod Arbelo bo'ladi degandim. Hozir ham Arbelo klub tizimida qolmoqda. Zinedinga kelsak, u bilan Fransiya futbol federatsiyasi o'rtasida jahon chempionatidan keyin Fransiya milliy jamoasini boshqarishi bo'yicha og'zaki kelishuv mavjud. Hozir barcha e'tibor Desham bilan mundialga qaratilgan. Federatsiyaga, fransiyalik futbolchilarga va Deshamning o'ziga hurmat yuqori darajada. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.